Ko'char bu yerda. Aka. Yo'qot. Sotmaysan. Nima deyapman? Aka. Narsalaringni hamma yo'ndirib to'raman. Ko'char bu yerda. Aka. Yo'qot. Sotmaysan. Nima deyapman? Men sotyapsan. Turing uni bir tishlamini ko'ring aka. Keyin gaplashaylik. Men dastlabga qilib bermayapsan. Dastlabga bor hamma yo'q. O aldayapsan meni. Yo'q, yeb ko'ravering. Yeb ko'ravering aka. Bu mazasi zo'ru. Mana unisini ko'ring, keyin gapirasiz. Mazasi. Oltin O yeng aka. yerib ketyapti-yu. Ana shunaqa qilib beraman sizga aka. Obunachilarim so'raganda, Ha. dastlabga qilib berib turing Dilshodjon. Ko'p negativlar bo'lyapti. Nima bo'ldi aka? Chiroyli qilib, kim nima so'rasa. Olib ketganlarchi, olib ketganda indamayapti, Olib yozmayapti. ketganlar ham yozyapti. O'shalar gapirsa, bir-birini. Oltiariqdan nomer adim bo'lgan til mahsulotlari qolaversa, xalades. Go'sht hamma yo'q. Akalar mana uni qaranglar. Uni qaranglar. Zo'rlarida. Bexijolat aka. Tovuq go'sht deysizlarmi, hindu go'sht deysizlarmi, quyon go'sht deysizlarmi, tillar desam, pishgan tuxumlar, no'xatlar hamma yo'q bor. Xaladeslargacha bor. Narxlari nihoyatda arzon, sifatli O'zbekiston bo'yicha dastlabkilar bor. Ekran ostidan nomerlar chiqib turibdi. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Amalan endi Oltiariqda juda dehqon bozorida yonida kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Xizmatlarimiz hamisha любой joyga chiqaramiz. Nima desalang shu. Keling hozir.